Assalomu alaykum azizlar. Bucks County'dan uy qarab yuribsizlarmi? Mana orqamdagi uy 68-yil qurilgan ekan. 2100 square foot, polni remontdan chiqqan. Hozir ichini zo'r qilib obzor qilib beramiz. Agar maktab kerak bo'lsa yaxshi, bemalol shu uyda olishlaringiz mumkin. Qani ketdik. Azizlar, mana uyimizga marhamat. Kirishlaringiz bilan mana bu yerda garderob bor. Birinchi, o'zbeklarga nima kerak? Kiyimlar ilishga, oyoq kiyimga garderob kerak. Bu bor. Bu yer bo'lsa mana living space bo'lyapti. Mana mehmonlar kelsa bemalol kutishingiz mumkin. Oila bilan o'tirish mumkin. Bu yerni dining sifatida foydalansa bo'ladi. Oshxonaga alohida ta'rif beramiz. Mana bu oshxonaning yonida mana backyardga chiqadi. Bu seryozni backyard, uncha-muncha odamda bo'lmaydi. Kattaligini qaranglar. Shabadani qara, shabadani. Hovlini aytmaysanmi? Bu tomonda mana qo'shni uji nima qilgan ekan, yopgan ekan. Bu tomonlarni ham yopsa, огородning razmeri juda ham katta. Bu yerga paver deydi, brushatkalardan tersa, shunaqa zo'r bo'lib ketadi. Hali mana bu brushatkalar terib, letniy kuxnyalar qilish mumkin. Bu yerda bemalol bitta basseyn qilishga ham joy bor. Xullas, hammani orzusidagi backyard bu. Turni davom ettiramiz. Bu yerda mana oshxona, oshxonada mana orolcha bor. Orolcha uzunligini o'zlaring baho berasizlar. Bu tomonda bemalol o'tirishimiz mumkin. Kabinetlarning hammasi brand new, hali hech kim ishlatmagan. Ko'ryapsizlar, mana bu noldan qilingan, bu backsplash'lari. Siz shu uyda oladigan bo'lsangiz, mana shu oshxona hammasi sizga bo'ladi. Basementimiz ham bor. Basement tugatilmagan, buni keyinroq ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu bo'lsa, yana bitta mana mehmonxona. Bizda o'zbeklar nima qiladi? Mehmonxona uchun alohida joy xohlaydi. Mana bemalol bu yerda mehmon kutishingiz mumkin. Bu yerda mana tualeti bor. Tualetining ichida даже dushi ham bor. Agar mehmon qolib ketadigan bo'lsa, bemalol mana cho'milishiga ham sharoitlari bor. Bu yerga bo'lsa, laundry qilinadi, ya'ni kiriyadigan nimalarni bu yoqqa qo'yiladi. Bu esa mana garaji, bemalol ikkita mashinani qo'yish mumkin. Demak, yuqori qavatimizda 1050 square foot joy bor, maydon общий. Bu master bedroomimiz. Master bedroomning o'zida mana walk-in closet bor, kladovkasi kiyimlar uchun. Bu yoqda bo'lsa, yap-yangi mana vanna qilingan, kafellari hammasi ajoyib joy-joyda qilingan, shiftlargacha kafel qilingan kerak bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. Bu tomonida bo'lsa mana общий vanna, bu bolalar uchun. Bu vanna ham yaqinda ta'mirdan chiqqan, положенияsiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda detskilar ketgan, ya'ni 3 ta xona bor yana. Bu mana bu kattaroq xonalardan bittasi. Detski 1 bo'lyapti. Bu yoqda mana detski 2. Bu eng kichkina farzandga bersa bo'ladi, razmeri kichkinaroq. Bu bo'lsa mana katta farzand uchun detski mana 3-xona, bu backyardga qaragan xonasi.